Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhissalom Jabroil alayhissalom bilan o'tirgan edilar. Birdan osmon ajradi deydi, yorildi. Bir farishta tushib keldi. Jabroil alayhissalom bilan o'tiribdi. O'zi vahiy olib keladigan farishta Jabroil alayhissalom. Bir farishta tushdilar, kelyaptilar deb Payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilar. Yonimda turgan Jabroil alayhissalomning rangi o'zgarib ketdi. Hayajonlanib ketdilar, qo'rqib ketdilar ali farishtani ko'rib. U farishta kelib Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga Alloh sizga ikkita narsani aytayapti. Siz ham payg'ambar ham podshoh bo'lib yashashni xohlasangiz shuni beradi. Payg'ambar bo'lib oddiy Allohning bandasi, abdi bo'lib yashashni xohlasangiz buni beradi. Qaysini tanlaysiz dedi. Holbuki Payg'ambarimiz alayhisalom podshohlikni tanlaganlarida ham oxiratdagi biror narsasi kamayib qolmas edi.